Hammaga assalomu alaykum, o'rtoqlar. Yurtimiz bo'ylab sayohat birinchi qismi. Bugun Samarqandga sayohatga otlandik. Sinfdoshlarimiz bilan bu A sinf bolalari 2-maktabda o'qigan rahmatli Boltoy aka kuratorimiz edilar. Yig'ilishib sinfdoshlar bilan ziyoratga, safarga chiqmoqchimiz. Boshlanishi Tinchlik masjid namozi bomdodlarni o'qib olib, yengilgina bo'lib, mana sekin yig'ilyapmiz. Hozir mashinamiz kelyapti. Safarga chiqyapmiz. Xudo xohlasa safarda chiroyli joylar bo'lib qolsa, videoga olib tashlaymiz, ko'rasizlar. Boltoy aka o'g'li kattasi mana ishlayapti. Hozir qizib Xudoga shukr qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka omonmisiz? Sog' salomat. Tinchlik. Mana shu mashinamiz o'rtoqlar. Mercedesda ketamiz xudo xolasa. Videoga olasiz, duo qilasiz. Qani? Ya bo'ldi. Duo qilamiz. Murod. Ha. Allohim o'zingga hamd va sano, salovat sharif, durud va ibodatlarimiz bo'lsin. Amin. Qon saharda o'zingga Allohim iltijo qilib o'zingdan so'raymiz. Bu yo'lga chiqqanmiz, Allohim o'zing yo'llarimizni bexatar qilgin. Manzil makonlarimizga tinchlikda, salomatlikda, xotirjamlikda borib, Allohim ziyoratlarimizni qabul qiladigan darajada borib ziyorat qilib kelishni Allohim o'zing nasib ro'za aylagin. Allohim jannatlarda ham bizlarni shunday jamlab, o'zing Allohim o'zingning haj amallaringga, umra amallaringga shunaqa birlashib borishni o'zing nasib et. Alloh. Boshlanishi bu. Yaqinda yetib qoladi bu ham. Juda katta chiroyli masjid bo'lib qurilyapti. Bizning o'g'aylarimiz shu yerda ekan. Kechasi chiroyli bo'lib turadi. Taxt shahriga keldik, Sirdaryodan. Ana bolalar. Bitirdan onlar. Hadi kamerayı uzat yine. Bitir tez olayla.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bilib kiyib olibsizmi? Shirin suv ekan, qo'yib qo'ying. Hamma tezda privat chiqadi. O'sha yerda anisi. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Go'ri Amir maqbarasidamiz. Sinfdoshlar bilan kelganmiz. Asl futbollari. Juda sayyohlar ko'p. Turli o'lkadan kelishgan. Lekin baribir bizlarning sayyohlar hammadan ko'pli. Ko'rinishi ham. Qanday o'tib turasiz? Hozir biratanga hey ko'chaman. Kelinglar, va alaykum assalom. Marhamat, kelinglar. I would like to say a few words. In front of us, we can see this is one of the beautiful portals, the portal of the mosaic decorations, and also for about 95%. Anto anaqalari bor edi. Barchaga Azim Samarqand shahridan salom o'rtoqlar. Go'ri Amir maqbarasiga keldik sinfdoshlar bilan ziyoratga. Ziyorat davomida chiroyli mana shunaqa videolarga olib, shu joylarni ko'rsatib boramiz. Marhamat, sizlar ham tomosha qilib boringlar. Juda ajoyib tarixiy ansambl 15-asrda qurdirilgan. Bu yerda Temuriylarning xonaqosi bo'ladi. Biz ham mana shu rasmni cho'zib hamma. Ya qaranglar, qayerga qanday olib qo'ying hammasi. Kelinglar buni. Aslida oldin Ko'ksaroyga vasiyat qilingan edi Amir Temur, lekin uni navarasi Go'ri Amirga olib kelib, buni chetga dafn qildiradi. O'rtoqlar, bu joylarga kelib ziyorat qilish, ansamblga kirish hammasi pulli. To'lovini qilib 5 ming, 10 ming to'lovi bor. To'lovini qilib bemalol ko'rasizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Amir Temur maqbarasiga xush kelibsizlar. Bu maqbara 1404-yil Temur bobomiz farmoni bo'yicha qurilgan. Endi Temur bobomizni hammalarimiz bilsa kerak, juda ham yaxshi sarkarda hukmron bo'lganlar. Temur bobomiz azaldan bu maqbarani o'zlari uchun emas, o'zlarining suyukli nabirasi Muhammad Sulton uchun qurgan. Muhammad Sulton juda ham yaxshi sarkarda hukmron bo'lgan. Aynan shuning uchun Muhammad Sulton nabirasini taxt vorisi deb e'lon qilgan, ya'ni o'zidan keyin. Ammo Muhammad Sulton Temur bobomizdan oldin 1403-yil Kavkazda kasallikdan vafot etgan. Albatta juda ham yosh bo'lganlar, 27 yoshida. Albatta Temur bobomiz qayg'uga botadi. Negaki nafaqat nabirasi, balki taxt vorisini yo'qotadi. Ammo shunga qaramasdan 1 yil o'tib Xitoyni bosib olish rejasi paydo bo'ladi. Askarlarni to'plab Xitoyga borayotganda Otror shahrida, bu hozirgi Qozog'iston, pnevmoniya kasalligiga chalinadi. Endi bilamiz, pnevmoniya bu o'pka shamollashi va 69 yoshlarida o'sha Otrorda vafot qiladilar. Temur bobomizni olib kelib nabirasini yoniga dafn etadi. Va shu paytdan keyin bu maqbara Amir Temur maqbarasi deb nom olgan. Ya'ni oilaviy maqbara bo'ladi. Endi e'tibor beramiz, chap tomonda fundamentlar bor. U yerda bino bo'lgan 2 qavatli madrasa degan. Madrasa bilamiz, bu maktab.
O'ng tomondan bino bo'lgan, xonaqoh degan, xonaqoh bu mehmonxona. Va 4 ta baland minoralari bo'lgan, 4 ta burchagidan. Lekin 17-asrning oxirida Samarqandda juda ham qattiq zilzila bo'ladi. Shu zilzilalar oqibatida binolar qulab tushadi, ammo maqbara original holatda saqlangan. Samarqandda juda ham katta saroylari bo'ladi, Ko'k saroy degan. Maydoni juda ham katta bo'ladi, ammo hozirda u saroydan hech narsa qolinmagan. Faqat mana shu toshlarni saroydan topib bu yerga olib kelishgan, ya'ni saroydan topilgan tarixiy toshlar. Shu toshlar bu. Oldiga o'tsak, bir boshdan bu toshlar haqida ham ma'lumot berish. Okalar, kirayotgandan oldin eshikka e'tibor beringlar. Maqbarada original saqlanib qolingan eshik. 600 yildan oshgan va hozirgacha ham saqlanib qolingan yagona eshik. Qayrag'och daraxtidan qilingan bo'lib, tepasida chiroyli yozuvlari bor. Oqibat va xayrbod deb yozilgan. Ma'nosi, ya'ni oxirati obod bo'lsin degan yaxshi gaplar yozilgan. Marhamat, kiringlar. Keling. Bu binoning maketi. Aytganimdek, chap tomonda madrasa, o'ng tomonda xonaqoh va ko'p qismlari hozirda saqlanib qolingan joylar. Bu Timur bobomizning suratlari. Lekin haqiqiy surat emas, chunki bilamiz, islom dinida insonning yuzini chizish mumkin emas. Shuning uchun hozirgi paytgacha bironta ham original suratlari topilmagan. Hech surati bo'lmagan. Tasavvur qilingan surat. Ha. Yaratib qo'ygandan keyin qanotga qarab ishlangan. Mana. U surat sal boshqacharoq, ammo shunga o'xshaydi. Ha, shunaqa. Bu tug'ilib o'sgan shaharlari Shahrisabz. Samarqanddan uzoq emas, 80 kilometr. Shahrisabz shahri. U yerda ham saroylari bo'lgan, Oq saroy degan. Bu shu Oq saroyning qismlari. Bu eski suratlari, bu yon tomondan olingan surat, chunki yon tomonda yana bitta arkasi bor. Ammo mana bu eski suratlari mana. Old tomondan olingan surat. Shu yerda kartasi imperiyasi bor, hozir 1 minut. Imperiya qatgacha bosib olganlar. Imperiyalari. Ha. Eshiklar, qara, eshik. Qanaqa katta joyga egallar. Timur bobomuz 1336-yil 9-aprel sanasida Kesh shahri, ya'ni hozirgi Shahrisabzda tug'ilganlar. Samarqanddan uzoq emas, 80 kilometr. 27 yil, ya'ni 35 yil davomida 27 ta hozirgi davlatni bosib olganlar. Imperiyalariga butun O'rta Osiyo, Delhi, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Iroq, Kavkaz, hattoki Turkiya va Misrni yarmini bosib olgan. Qarib Moskvagacha borganlar. Unda hozirgi paytda hisoblasak, bu 27 ta davlat va poytaxti Samarqand bo'lgan. Yashin qismlari imperiyalari, sariq qismlari, ya'ni bosib olganlar, ular vassal davlat bo'lgan. Ya'ni Timur bobomizga bo'ysunib har yili tovon to'lagan. Timur bobomiz qarib Xitoygacha bormoqchi bo'lgan, ammo yo'lda Otror shahrida, hozirgi Qozog'iston, pnevmoniya kasalligiga chalinib, ya'ni 69 yoshlarida vafot qilgan. Ammo 69 yosh o'sha paytda juda ham, ya'ni ko'p yil hisoblangan, chunki juda ham ko'p janglar bo'lgan, urushlar bo'lgan, ham kasalliklar ham juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki olimlar hayotlarini o'rganib chiqib aytishadiki, Timur bobomiz 1000 dan ortiq jang qilsalar ham biror marta mag'lubiyat ko'rmagan. Shuning uchun bizlarda hozir hazillashadi. Albatta hazil tariqasida aytamizki, Timur bobomiz 69 yoshida emas, 70 yoshda vafot etsalar, hozir hamma xitoyliklar bizdan tilda gaplashadi. Bu yerda shajarasi, imperiyalari.
Bo'ldi. Davom etamiz. Temur bobomiz 1336-yil tug'ilib, 1370-yil 34 yoshlarida hukmron bo'lganlar. Nega avvalroq emas? Chunki Temur bobomizning otalari hukmron yoki sulton avvaldan bo'lmagan. Otalari oddiy bek bo'lgan. Bek bitta shaharning hokimi desak ham bo'ladi. Temur bobomiz o'zlarini noldan quradilar. Birinchi askar, keyin sarkarda va davlatlarni birlashtiradilar. Ammo shunga qaramay, ko'pincha insonlar Temur bobomizga qarshi chiqadi. Chunki o'sha paytda faqat Chingizxonning avlodidan bo'lgan insonlar qonuniy hukmron bo'lishga haqli bo'ladi. O'sha paytda Temur bobomiz Chingizxonning avlodidan bo'lgan Bibi xonimni xotinlikka olib, xonning kuyovi degan unvon oladilar. Temur bobomizning 4 ta farzandlari bu Muhammad Jahongir, Umar Shayx, Mironshoh va Shohrux. Eng suyukli nabirasi katta farzandidan Muhammad Sulton. Shu kishi uchun maqbarani qurishgan azaldan. 3-farzandidan Mironshoh Mirzodan avlodlari Bobur Mirzo Hindistonni bosib olib, yangi imperiya, yangi davlat barpo etadi. Va avlodlari Shohjahon Hindistondagi Toj Mahalni quradi. Hattoki Toj Mahalni ham Temur bobomiz avlodlari qurgan. Ular qariyb 19-asrgacha Hindistonda hukmronlik qilishgan. Ammo o'sha paytda inglizlar Hindistonni bosib olgach, imperiyasi nihoyasiga yetdi. Va 4-farzandidan Shohrux Mirzodan eng suyukli nabirasi Ulug'bek. U kishi ham astronom, olim bo'lgan, ham hukmron bo'lgan. 600 yil avval 1018 ta yulduzlar haqida kitob yozgan. Hattoki o'sha kitobni Oxford, Cambridge, ya'ni Yevropa universitetlarida 19-asrgacha o'rganib chiqishgan. Ichkari qismiga kirsak bo'ladi. Samarqandda eng chiroyli joylardan biri. Marhamat. Abdulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Juda odam ko'p. Amallimiz. Bu hozir restavratsiya bo'lgani. Ilgari boshqacha edi. Lekin restavratsiya bilan juda ko'p tillar naqshda ishlatilgan. Zo'r. O'sha o'ng tomon burchaga o'tsak bo'ladi mana. O'ng taraf Hozir qolgan hammalarimiz kelsinlar, sheriklaringiz kelsinlar. Bular hammasi maket. Asosiy qabr bilan podvolda. Hammalar kamera ko'tarib Podvolga Murod akalarimiz tushgan. Bo'ldimi? Davom etamizmi? Hasan Murodlar. Davom etamiz. Bemalol bo'lgan ekan. Bu maqbara 2 qavatli bino. Biz hozir birinchi qavatda turibmiz, ikkinchi qavatda 5 metr pastda, ya'ni podval. Haqiqiy qabrlari, suyaklari 5 metr pastda joylashgan. Bu hamma toshlar faqat maketlar. Ammo ular xuddi shu holatda yerto'lada joylashgan. O'rtadagi qora tosh bu Temur bobomizning qabrlari. Bu tosh nefrit. Juda ham qimmatbaho toshlardan biri. Bu bosh tomonlaridan ustozi, piri Mir Said Baraka. Temur bobomiz hayotlari davomida vasiyat qiladilar. Aytadilarki, men o'lsam, ustozimning oyoqlari tomonidan dafn etasizlar deb vasiyat qiladilar. Albatta bu hurmat yuzasidan. Chap tomonda nabirasi Muhammad Sulton. Oyoqlari tomonidan Ulug'bek, astronom, olim. O'ng tomondan ikkita katta qabrlar farzandlari Mironshoh bilan Shohrux. O'rtada kichik qabrlar ham bor. Ular Ulug'bekning farzandlari kichik yoshida har xil kasalliklardan vafot etgan. Ya'ni juda ham yosh. Teparoqda yana bitta qabr bor. Ular ham ustozlari, ham piri bo'lgan. Hayotlari davomida islom dinini juda ham yaxshi biluvchi, ya'ni ulamo inson bo'lgan. Shuning uchun bosh tomonlaridan yog'och bor. Yog'ochning tepasida otning yo'li. Yog'och bilan otning yo'li tug' deb ataladi. Bu belgi, ya'ni islom dinini yaxshi biluvchi ulamo inson yotibdi degan bir ma'noni anglatadi. Tarix haqida gapirib bersak, 1941-yil qabrlarini 5 metr pastda, ya'ni yerto'lada ochishadi. Stalin farmoni bo'yicha. Endi Stalinni hammalarimiz bilsa kerak. Olimlar, antropologlar kelib, qabrni ochib, suyaklarni o'rganib chiqishadi. Aytishadiki, Temur bobomizning o'ng oyog'i chapidan 4 sm kaltaroq bo'lgan deb. Shuning uchun u kishini Oqsoq Temur lang deyishgan. Ma'nosi ozgina, ya'ni cho'loqroq bo'lgan. Ammo bu narsa yoshliklardan bo'lmagan. Aytganimdek, u kishi sarkarda jangchi bo'lgan. Shuning uchun jang paytida jarohatdan kaltaroq bo'lib qolgan. 20-iyun sanasida qabrni ochgandan keyin bir kun o'tib 22-iyunda jang boshlangan.
ya'ni fashistlar Sovet ittifoqiga yurish boshlagan. Hattoki qabrni ochgandan oldin bizlarning o'zimizning oqsoqollar kelib aytishgan, qabrga tegmanglar, aks holda jang boshlanadi deb. Ammo bilamiz, olimlar bu narsaga ishonmaydi, ammo jang boshlanadi. Bir yil o'tib qabrlarni olib kelib qayta ko'mishadi. Ko'p o'tmasdan Stalingrad jangi, ya'ni jangni g'alaba qozonishni boshlagan bo'ladi. Original. Hozir xizmat qilib hech kim. Ha. Ochganda jang boshlangan, olib kelib qo'ygandan keyin Stalingrad jangi, ya'ni jangni yutishni boshlaganmiz. Dekoratsiya haqida gapirib bersak, pastki qismida onyx toshlari ishlatilgan. Onyx qimmatbaho toshlardan biri. O'zidan yorug'lik o'tkazadi. Nega aynan shunaqa qilgan? Kechki paytda mashal bilan yurgan paytda bular o'zidan yorug'lik berib turgan. Sal teparog'ida arab tilida yozuvlar bor, bular hadislar. Hadislarning teparog'ida to'rtburchak bor, to'rtburchakning ichida 4 marotaba Muhammad deb yozilgan. Ya'ni payg'ambarimizning ismlari. O'sha paytda har bir inson dinni juda ham yaxshi bilganlari sababli shu dekoratsiyalariga ma'no sig'dirishgan. Va hamma shu tilla rangli joylarni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bu hammasi sof tilladan qilingan. Ha. Yana bitta funksiyasi bor bu binoni. Endi 80 bu binoni ikkita gumbazi bor, ichki va tashqi. O'rtadagi oralig'i 10 metr farqi bor. Va bu xuddi termosga o'xshagan narsa havoni ushlab turadi. Qishda sovuq bo'lganda ichkarida ya'ni iliqroq bo'ladi, yozda juda issiq bo'lgan paytda ichkari salqin bo'ladi. O'sha paytda konditsioner desangiz ham bo'ladi. Jamoat ulgurimiz. Endi arxitektorlar o'sha paytda juda ham yaxshi bilishgan o'zlarining ishlarini. Men tugatsin. Davom etsak bo'ladi, qabrga kirish joylarini ko'ramiz. Hasan bilan kelganmiz biz. Ancha oldin. Originali podvonda pastda. Nari tomonidan yo'l bor. O'tamiz bu yoqqa. Boshqa bo'linglar. Boshqa ehtiyot bo'linglar, boshqa. Boshqa ehtiyot bo'linglar. Boshqa ehtiyot bo'linglar. Boshqa ehtiyot bo'linglar. Nima deydi? Salqinni tushuntiryapsiz. Bu tomondan qabrga kirish joylari bor, ammo hozir qo'yishmaydi, ya'ni qabrlarni bezovta qilmaslik uchun. Mana shu joydan. Original kirish joylar. Ha. Orqa tomonida shuni ro'parasida yana bitta yerto'la bor. Ulug'bek bobomiz endi kelgusi Temuriylar uchun yana bitta maqbara qurmoqchi bo'ladi. Ammo ulgurmaydi, chunki bilamiz Ulug'bek bobomizni ozgina oldinroq o'ldirishgan. Shuning uchun faqat yerto'lasi qurilgan. Tepa qismlarini ulgurishmagan. Ha. Shu bilan ekskursiyamiz nihoyasiga yetdi. Sizlarga qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol bersangiz mumkin. Rahmat. Sog' bo'ling. Demak, to'g'rida asl eshigi bor, kiradigan. Buni arxeologlar ochgan 20-asrda mana shu tunnel qilib, shu yerdan kirib, o'rganib ichkarilarini, shu haqiqatda videolarni ko'rgansizlar. Ancha yil oldin kelganimizda bu bemalol edi, lekin iltimos qilinsa ichkariga kirgiziladi. Ichkariga kirsanglar, Amir Temurning ustiga qo'yilgan sag'ana toshi bor. Uni ochayotganda sag'ana toshi buzilib ketgan, sinib bo'lak bo'lib ketgan. Keyin Leningradga olib borib o'rganib suyaklarni yana qayta olib kelishgan. Shu go'rni ochayotganda mo'ysafitlar kelgan deydi-yu. 3 ta mo'ysafit kitob olib kelgan deydi-yu. Ochmanglar deb ham kitobda yozilgan deydi. Stalinni bularni chet elliklarga qiziqdi-ya, o'sha Stalin ochtirgan bu nimani deb. O'rtoqlar kelinglar, mana shu rasm uchamiz. Chaqiringlar ana. Ular yoqqa ketib qoldi. Mayli, o'zimiz tushib olamiz. Nima deyotgandim? Qani, qo'yam bolalar. O'rtoqlar vaqt to'g'risida gapiryotgandim. Vaqt shunaqa narsa, doim yetmaydi. Lekin imkon qadar
harakat qilamiz. Shu joylarni, kelgan ziyoratgohlarimizni ko'rsatib, yoritib. Juda ajoyib joylar bu. Samarqandga bir kunga bir qaysidir bir muddatga kelib tomosha qilish bu tashrif buyursa-da. kam, juda kam vaqt. Bu yerda juda ko'p tarixiy obidalar, ajoyib joylar bor. Bu yerga bir haftaga kelish kerak. Nima qilish kerak? Rasm tushamiz, nima qilish video tushish kerakmi? Kelinglar. Ko'pchilik bilan kelib bunaqa joylarni ziyorat qilishga boshqacha-da. Ayniqsa sinfdoshlar bilan. Bu bolalar zeriktirmaydi hech kim bor. Olib qoldim. Mikrofonni. Xo'sh, o'rtoqlar. Masjidga borib, masjidda peshinda o'qib olamiz, keyin yana davom ettiramiz. Juda so'lim maskanlar bor, kun issiq. Hozir mana oktyabr oyi, oktyabr bugun 4-sanasi. Lekin bu paytda kunlar 5-oktyabrda bilardinglar, sovib ketadi. Biroz sovuq bo'ldi, lekin yana ob-havo ilib yaxshi bo'lib qoldi. Mazza qilib aylanib yuribmiz. Hozir yana bundan keyin yana ozgina kun isitsa kerak, chunki endi kun qizyapti, soat endi 1 ga yaqinlashyapti. Xo'sh, yengilroq kiyimlarni kiyib olib, ibodatlarni qilib olib, hozir yana yo'limizni davom etamiz. Do'ppi olib beraymi? Dilmurod. Dilmurodga do'ppi kiydiramizmi? Bo'ldi. Zo'r bo'ladi. Bu yerda suvenir do'kon bor ekan. Suvenirlarni bilasizlar. Juda bir xilma-xil ajoyib bo'ladi. Hamma joyi o'ziga yarasha, o'zini xalq ijodi bo'ladi. Qo'l mehnati ko'pi. Juda ajoyib narsalar ko'p ekan. Do'ppilarni turi xilini ko'ryapsizlar. Aqllardan bor. Bo'lishda garzimiz o'zingda. Bu minoralarda necha yillar, necha asrlar davomida qancha azonlar aytilgan. O'sha tahoratxona shu tomonda bo'lsa kerak. Bunaqa joylarga kelib tahoratni yengilab, erinmasdan yengilab olinglar. Mana shu masjidda necha yil oldin Murod kelamiz turib rasmga olganmiz. Hozir Muroddan iltimos qilaman, yana o'sha rasmga olib qo'yadi mana. Bu stullarni ko'ryapsizlarmi? Ko'tarib turgan naqshlarni. Bu yoqqa borib aytgan bo'lsa kerak. Endi mana shu Peshinlarni o'qib olib, mazza qilib, yengilgina bo'lib chiqyapmiz. Bu yerda masjidlar qachon Amir Temur payt 15-asrda qurilgan. Tasavvur qilasizlarmi, bu necha yillar davomida bu yerda azon ovozi yangrab bitta qanaqa ibodatlar qilishgan bu yerda. Qanaqa katta odamlar. Balki Amir Temurdan o'zi shu yerda ibodat qilgandir. Qanaqa pirlar, ustozlar. Bu yerga kelib bunaqa masjidlarga kirib kerak namoz o'qishingizda mazza qilasiz. Yengil tortibcha boshqacha bo'lasizlar. Juda bog'larni kompleksi atrofini zo'r qilib qo'yibdi, soya salqin. Majnun tollarni qaranglar zo'rligini. Ajoyib. yashil joylarini bir o'zbekcha yozgan O'lpon to'lida. Bu o'zini hududi deb endi u o'qib bilmaydi-ku. Aytadi, u rasmiy qaragan ekanlar, bu tarix hududligini ku. Rasmiy O'lpon to'laganda Bizani o'rtoqlarimiz yugurib ketyapti fontanga qarab. Yerdan yo'lga qaramas ekan deyishdi.
xohlagancha yurar ekan. Streshingdan ham o'tirar ekan. Mana bu yerda turlar rasmga olib qo'yaman. Hamda qo'lingni ko'tarib turlaring bunda. Ikkita bo'lib. Bunda tur qo'lingni ko'tarib bunda. To'ray, mana bunda turlaring. Vaqtimiz juda kam o'rtoqlar. Tez-tez harakat qilib, ko'p-ko'p joylarga borib olishimiz kerak. Registon ko'chasi 9-uy o'tdik. 50-yillar arxitektura. 50-yil. 50-60 kamida. Stalinskiy nima deysan? Bular 70lar. Bilam. Bular undan ham yaqinroq ekan. Yo'q, mana remont qilgan keyin arxitekturasi bo'yicha. Qanaqasi qaysi biri yaxshi? Vega zo'r, Vega. Vega emas. Plomber yaxshi emasmi? Yo'q. Men nolli qilaman, nolli. Agro Bravo zo'rku. Agro Bravo zo'rku. Bular kim endi bular? Baxshilar-ku bular. Mana qo'lida nimasidan qarang. Baxshilar. Ha, yerda nimadir yozgan. Ha, baxshi ekan, mana aytdim-ku. Fantan, salqinini, zo'rligini. O'rtoqlar, Registonga keldik. Registon maydoniga. Registon maydonini Ulug'bek qurdirgan birinchisini, madrasasini, keyin bu yoq tomonlarini Bahodir Yalantosh qurdiradi. Yaqinda kinosi ham chiqqan. Ben bilet sotadigan amakiga o'xshar ekan o'tirishida. Kim ichadi suv? Suv bor o'rtoqlar, kim ichadi? Mana. Ha, 16 ta bor. Bunaqasi ham bor. Hadi. İçi. Qaysi biridan o'tamiz? Bo'ldi, bittadan o'tamiz. Komon. Kel o't. Turneketdan o'tamiz. Bularni etagini qara, uzunligini. Tozalayaptimi? Tovuslarmi? O'tgan safar bittasi rasmga tushdi. Yo'q. Bular oddiy anaqa turistlar mana shu ko'yinda rasmga oladigan rasmchilar. Ha, prokat qo'ymaydi. Ha, juda bir chiroyli shamolda va shu zo'r chiqadi. O'rtadan kiraylik, o'rtadan. Aka tushunadi mana. Bunda turib olaylik, rasmni tushib olamiz. Qanday turaylik? Ansambl tush. Mana boshla, kelinglar. O'rtaroq. Quyoshga turishimiz kerak. Yarmimiz o'tirib olaylik, yarmi turadi, shunda ko'rinadi. Famil yo'lda o'tirlar. Asl o'tir. Olma. Yana bitta, shoshlik va 1 2 3. Nasıl? Baraka taqsiz. Yana bitta qilamiz. Ha shunga. Suratga tushamiz Registonni oldiga esdalikka. Keyin o'sha rasmni chiqarib qo'yaman. Qaranglar. Ahmor o'zbekchasi. Maşallah. Rahmat, maşallah, rahmat. Registon maydoni markazidamiz. O'ng tomonimizda Sherdor madrasasi, to'g'ridagi Tillakori Ulug'bek madrasasi. Bular haybatini ko'ryapsizlar, qurilganini. Hozir men ekranni eng katta shirik uyg'unligiga qo'ydim. Shunda ham sig'ish qiyin bo'lyapti. Bu oldidan
kelib bundoq ko'rsanglar buni kattaligini. Hammasi jirdoni bolalar. Haqiqatdan ham bu yerga kelgan, bu yerga kelgan. Beni orta rasiydi. Mikrofon nima bo'ldi? Hamma shu yerdami akajon? Hamma shu. Bo'ldi, xush kelibsiz. Sinfdoshlar aylanib ketsin. Shundoqsan, ha, ya bunaqa tariqni hammaga Ehtiyot bo'ling. Kelibsiz akajon. Cho'pim tegib ketdingiz. Welcome of Samarkand deydi. Ke, Kamol men gidimiz bu yoqda. Sen bizdan olsansan, o'zing Gapirib, yo'naqda tushiradi, men bu yoqdan sekin olaveraman. shu savoldan bu tomonda to'g'ri tepa to'g'ri. Hurmatli mehmonlar, yaqin olib kelinglar. Assalomu alaykum, yana bir marta xush kelibsizlar Registon maydoniga. Meni ismim Azimjon, biron xil savollar bo'lsa Azimjon deb murojaat etishlaringiz mumkin, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsiz yana bir marta. Marhamat, bu tomonda qarashingiz mumkin. Hozirgi o'sha davrlarda bu yer Registon maydonidan o'z boshidan ariq o'tar edi. Bu ariq o'z vaqti bilan o'zining yo'nalishini boshqa qilib, bu yer qumli maydon bo'lgan. Bilasizlar, Buxoro bilan Samarqandimizda o'z boshidan tojiklar, forslar yashaydi. Registon maydoni forsdan perotilganda Rek, Fuqum, Son maydon bo'ladi, qumli maydon. Bizning buyuk bobomiz Amir Temur bobomiz davrlariga kelib, maydon bozor vazifasini bajarishni boshlagan. Keyin bu yerda har ertalab davlat tomonidan bir kishi jarchi kelib, yangiliklarni ham aytgan. Kimga qiziq bo'lsa, uni atrofida turib, uni eshitganlar. Hozirgi vaqtda biz sizlar bilan uchar tomonda mana bunaqa katta binolarga e'tibor qaratishimiz mumkin. 1, 2, 3 marhamat. Bular hammasi o'sha davrlarda madrasa vazifasini bajargan. Endi bizning tilda universitet vazifasini deyisaga ham bo'ladi. Oliy ta'lim markazi bo'lgan. Bu yerda 3 ta madrasadan birinchi navbatda chap tomondagi madrasa Ulug'bek madrasasi birinchi navbatda qurilgan edi. 1417-yildan 1420-yillargacha buyuk bobomiz Mirzo Ulug'bek bobomiz farmonlariga asosan. Bilasizlar, Mavranahar podshohi va matematik 15-asrlarning buyuk astronom bo'lganlar. U kishining farmonlariga asosan bu madrasa qurilgan. Ulug'bek madrasasi qurib bo'lganlardan keyin 200 yildan keyin To'g'ridagi madrasa Sherdor madrasasi qurilgan. Sherdor madrasasi 1619-yildan 1636-yillargacha qurilgan, 17 yil mobaynida. Sherdor madrasasi bilan Tilloqor madrasasi bir kishining farmonlariga asosan Yalantush Bahodir farmonlariga asosan qurilgan. U kishi kim bo'lgani 17-asrda Samarqand vaziri, Samarqand hokimi vazifasini bajarganlar va sarkarda o'sha davrlarda. U kishining farmonlariga asosan ikkita madrasa qurilgan edi. Sherdor madrasasi qurib bo'lganlardan keyin 10 yildan keyin o'rtadagi madrasa Tilloqori madrasasi qurilgan edi. 1646-yildan 1660-yillargacha qurilgan edi. 14 yil mobaynida. Tilloqori madrasasi fors tilidan perevod qilinganda tilla bu oltin, qori ish bo'ladi, oltin bilan bezak belgan ish. Nima sababdan? Nega deganda oxirida biz sizlar bilan mana bu ko'k gumbaz ichiga kirib ko'ramiz. Patolog qismi polni tillarni eritib bezak belgan. Sherdor madrasasi fors tilidan perevod qilinganda sherlik madrasa bo'ladi. Nima sababdan? Negaki deganda Peshto tomonidan e'tibor qaratishingiz mumkin, sherlarning rasmi tushirilgan. Hali biz sizlar bilan bular haqida yana hali to'xtalib o'tamiz. Endi marhamat, bir boshdan kirishni boshlasak bo'ladi. Birinchi navbatda Mirzo Ulug'bek madrasasi. Marhamat. Marhamat, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum. Salomat. Marhamat, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Bir boshdan kiraylik. Eshiklarni ko'ryapsizlar, ishlanganmi, oshirmoqchilik yo'q, tepaga halqa kirgizilgan. O'zida. Duradgor odamlar ko'rsa darrov tushunadi. Ichkariga kirganda hammasi suvenirlar. Ajoyib narsalar. Biz hozir chap tomonidan kirdik. madrasa bo'lganda xonada Albatta, xona bu talabalar hujjasi bo'lgan. Devorga ishlangan ornamentlarni ko'ryapsizlar. Marhamat, shu yerga so'zlarni boshlagan bo'ladi, hurmatli mehmonlar. Hozirgi vaqtda biz sizlar bilan Mirzo Ulug'bek madrasasining ichki hovlisida turibmiz. E'tibor qaratishingiz mumkin, har tomondan mana bunaqa kichkina hujrachalarga. Bu hujralarning hozirgi paytda ichkarilari davlatimiz tomonidan bizning hunarmandlarga berilgan. O'sha davrlarda bu har bitta xona, har bitta hujra talabalar hujrasi bo'lgan, talabalar xonasi. Har bitta hujraning ichkari qavati 2 qavatli bo'lgan
bir chiqadi talaba yotib o'sha o'tirib darslarni qilib ovqatlar ham yeganlar va keyin chiqadi faqat yotganlar. Ulug'bek madrasasida umumiy jihatda 55 ta hujra mavjud. Bitta hujrada 2 ta talaba yashaganlar, bitta madrasada ko'pi bilan 150 tagacha talaba bu yerda tahsil olganlar. 4 ta tomonda tashqari tomonlar, katta tomonlarga e'tibor qarishingiz mumkin. Peshtoq tomonlarda 1, 2, 3, 4 bunaqa peshtoqlardan 4 dona mavjud. O'sha paytlarda talabalar bunaqa peshtoqlarda o'rtacha bitta peshtoqda 30 ta 40 ta talaba uchun leksiya o'qiganlar. Yozgi auditoriya yozgi leksionning vazifasini bajargan. Qishki auditoriyalar, qishki leksionlar 4 tomonda ichkarida burchakda joylashgan va 4 tomonda burchakda vintovoy zinapoyalar bor. Ikkinchi qatga chiqish uchun keyin dalshi minoralarga. Va keyin marhamat u tomonga e'tibor qaratishimiz mumkin. Katta eshik ko'ryapsizlar. Hozirgi vaqtda qulflanib qo'yilgan. Yoz paytlari 4 ta qishki auditoriya bilan muzeyning ichki restavratsiya boshlandi. Shu sababdan hozirgi vaqtda afsuski yo'q. Shu sababdan qarashingiz mumkin. Endi marhamat, hurmatli mehmonlar, hovlining o'rtasiga ham e'tibor qaratsangiz mumkin. Mana bu tomonda ko'ryapsizlar, biroz pastlikcha bu. Ha. O'sha paytlar bu tashqi suvlar uchun kanalizatsiya vazifasini bajargan desak bo'ladi. Bahor, qish, kuz mavsumlarida hamma qor, yomg'irlar shu yerga to'planib, yer osti bilan keramik turbalar bilan to'g'ri ariqlarga chiqib ketar edi. Ustalar bu madrasa qurayotgan davrlarda bu turbalarning ichiga, keramik turbalarning ichiga loyli turbalar desak bo'ladi. Ularning ichiga katta-katta toshlar qo'ygan, nima sababdan? Nega deganda suvni tozalab chiqartirib yuborish uchun, hurmatli mehmonlar. Shu sababdan ham. Va keyin Mirzo Ulug'bek madrasasida Sherdor madrasasida, Tilloqor madrasasida mana bu o'rtadagi toshlar o'sha davrlardan saqlanib qolingan. Qarashingiz mumkin. Bu yerda Mirzo Ulug'bek madrasasida o'sha davrlarda birinchi navbatda islom diniga tahsil berganlar va keyin dunyoviy fanlarga kirishlardan oldin imtihon o'tkazganlar domlalar. Domlalar o'sha paytlarda ko'rganlar, kimning bilimi bor, kimning bilimga qiziqishi bor, kimning harakati bor, uni olganlar, kimning yo'q. Bu yerda keyin har oy ekzamindan o'tkazganlar, imtihon yana kim shu belgilangan normativdan tepara olsa uni qoldirganlar. Kim pastroq bo'lsa uni o'sha chiqarib yuborganlar. Bu yerda pul hech qanaqa rol o'ynamagan. Nega deganda bizning buyuk bobomiz Mirzo Ulug'bek bobomiz shu tomonlar podshoh, Mavranaq podshoh shu bo'lgan shu sababdan bu yerda pul hech qanaqa rol o'ynamagan. Qarashingiz mumkin. Endi marhamat mana bu tomonga o'tib bizlar bilan quyoshli soatni ham ko'raylik. Hurmatli mehmonlar. Uxlaydigan vaqt bo'libdi, lekin soat ko'rsatyapti. Abed payti to'pata. Meni uxlaydigan vaqtim bo'libdi, mana to'chni ko'rsatyapti. Bemalol. Qarashingiz mumkin, bu quyoshli soat yangi, lekin xuddi o'sha vaqtdagidek qilingan. Bunaqalardan Samarqandda 2 dona mavjud. Bittasi Ulug'bek madrasasida bu yerda joylashgan, ikkinchisi Ulug'bek rastaxonasining oldida joylashgan. Mana bu tomon gnamon deyiladi. Qachonki hozirgidek quyoshning nurlari gnamonga tushgan paytda uni soyasi mana bu yerdagi Rim raqamlariga tushadi va to'g'ri vaqt chiqadi. Marhamat akalar, kimni soat bor? Qaranglar ekanmi? Soat necha? Telefon soatlarga qaramasdan lekin marhamat. Necha ekan soat? Nechta bilasizlar? 2. Va to'ppa-to'g'ri keyin mana bu yerda o'zining yiliga 5-15 daqiqa yoki qo'yish kerak yoki olish kerak. Mana bu yerda oylardan bog'liq. Bemalol qarashingiz mumkin. Topinglar qan soat necha? Uzr, soat 2. 2dan qancha daqiqa o'tgan deb o'ylaysiz o'zingiz? 2dan 10 daqiqa. Deyarli 2. Deyarli 2 to'ppa-to'g'ri va keyin lekin mana bu yerda ham shunday qarasak agar hozirgi vaqtda bizlar bilan o'sha oktyabrning boshi tushyapti, ko'ryapsizlar. Oktyabrning boshi bo'lsa, bizda 10 minutlarni 10 daqiqani ayirsak agar to'g'riroq vaqt olib chiqadi. Marhamat. Qoyilmisizlar? Hozir davni qo'yib qo'ydik. Bemalol qarashingiz mumkin. Endi marhamat. Hurmatli mehmonlar, ha 1 daqiqa. Hurmatli mehmonlar, agar biron xil savollar tug'ilgan bo'lsa, agar Ulug'bek madrasasi haqida murojaat etishingiz mumkin. Sifatdan eshitadi. Biron xil qancha qismi qolgan buni? Restavratsiyada. O'sha davrlardan o'z bo'shligi ahvoldan gazetda bu tashqi tomonni aytishimiz mumkin. 25% mana bu tashqarisidagi mozaika mayolikalar saqlanib qo'yilgan edi. Shunga qarab, ha, o'zi keyin mustaqilligimizdan oldin, mustaqilligimizdan ham keyin bu yer Ulug'bek madrasasida juda ham ko'p marotabalar restavratsiya ishlari olib boriladi. Va haligacha har yil restavratsiya ishlari olib boriladi, ta'minlash ishlari desak bo'ladi. Tashqi tomonlarga, masalan, biron kamroq joyi tushib ketsa agar shunga obratni
qiladilar, polni emas. Endi основной restavratsiya ishlari Ulug'bek madrasasida mana bu ikkinchi qallar ham saqlanib qolinmagan edi-da, bizning vaqtgacha 20-asrlar boshigacha. Bu ikkinchi qallar 1994-yildan 96-yillargacha qurilgan edi ustalarimiz tomonidan va o'sha payt mana bu tashqi tomonlari ham restavratsiya bo'lgan edi. Ha, to'g'ri. Va imенно 1994-yilda agar esingizda bo'lsa agar akajon, O'zbekistonimizda o'sha davrlarda Ulug'bek bobomizning 600 yillik yubileylarini nishonlagan vaqtda qarovchi ikkinchi qallarni quriladi. Shu sababdan ham 96-yillargacha qurilgan edi. Marhamat. Yuringlar. Marhamat. Tomondan chiqib ketsak bo'ladi. Ulug'bek madrasasi o'z maydoni bo'yicha tashqi tomondan 56 metrga 81 metrni tashkil etadi. Ichki ayvoni e'tibor qaratgan bo'lsangiz kvadratli formani egallaydi. 30 metrga 30 metr. Sochlaring tarisa los. Ehtiyot bo'linglar, marhamat. Ulug'bek madrasasi 3 ta kirish eshigi, 2 ta old tomondan va bunun o'tolmondagisi joylashgan. Boshqa ehtiyot bo'linglar, hurmatli. Qoching taraf chiqmadilaringmi? Marhamat, hurmatli mehmon. Sani ko'rsa bor ekan. Ellikka chiqib yetib bo'ldi, yo'q, faqat oqaradi. 5 metrdan balandlik. Hammasi. Hozirgi vaqtda bu afsuski orqadagi minora bronzga pastroq bo'lgan, oldidagisiga e'tibor qaratishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda bu oldidagi minoralarning balandligi 33 metrni tashkil etadi. O'sha vaqtlar yana dalcha qismi ham bor edi, 11 metr. Afsuski bizning vaqtgacha saqlanib qolinmagan. O'zi o'sha davrlarda minora qanaqa vazifalarni bajargan deb ham savol berishingiz mumkin. Minoralarga kuniga 5 marta muazzin chiqib azon aytgan odamlarni namozga chaqirish uchun, o'sha namoz vaqtini belgilash uchun shunaqa vazifani bajargan. Marhamat, yo'limiz davom ettirilgan bo'ladi. Ha, vintovoy zina poyasi mavjud, shu sababdan ham. Va o'sha vaqtlar Asanib chiqqan bir marta mumkin emas. 25 yil oldin. Ha, agar ham bo'lsa agar ustalar chiqib ta'mirlash ishlarini olib borsalar bo'ladi ichkari tomoniga. Chiqsa bo'ladi. O'sha paytlar Mirzo Ulug'bek madrasasi qurilgan davrlarda Sherdor madrasasi joyiga Ulug'bek xonakosi qurilgan edi va Ulug'bek madrasasi joyiga karvonsaroy ham qurilgan edi, Ulug'bek karvonsaroyi. Bu karvonsaroy asosiy ha, Tillaqor. Kim bo'lgan u? Yo'q, hali bu haqda endi tushuntirib beraman bir daqiqa. Bu prosta bu ichi tilla bilan bezatilgan, shu sababdan ham shunaqa nom berilgan bu madrasaga. Marhamat. Sherdor madrasasi qurilayotgan vaqt va karvonsaroydan o'zi keyin Tillaqor madrasasi qurilayotgan vaqtda afsuski bu o'zi karvonsaroy bilan xonaka bizning vaqtda saqlanib qolmagan edi. 17-asrlarda shu sababdan bu ikki madrasa qurilgan edi. Shu yerga bir pas to'xtalaylik akalar, marhamat. Hurmatli akalar, marhamat. Marhamat, endi mana bu tomonga ham shunday e'tibor qaratishimiz mumkin. Sherdor madrasasi peshtoq tomoniga hayvonlarning rasmi tushirilgan. Marhamat, qarashingiz mumkin. Lekin bilasizlar, o'sha vaqtda bizning dinimizda Alloh taolo tomonidan yaratilgan nafas oladigan mavjudotlarni rasmini tushirish mumkin emas edi. Odamlarni ham, hayvonlarni ham. Shu sababdan e'tibor qaratsak, bu yerda yaxshiroq e'tibor qaratgan xayolli hayvonlar desak ham bo'ladi. Fantastik hayvonlar desak ham bo'ladi. Nega deganda bunaqa hayvonlar mavjud emas. To'ppa-to'g'ri. Sherni tanasidagi aslida biz tojiklar, forslar bu endi tigrlarni sher deymiz, bilasizlar. Sher hammasini deydilarmi? Shu sababdan sherning tanasidagi odamning yuzi quyosh bilan na erkakga o'xshaydi, na ayolga. Kiyiklarga ham yaxshiroq e'tibor bersangiz agar, birozgina eshakni ham eslatib yuboradi. Ko'pincha joylarda yozib qoldirishlaricha nima dedi? Hayvonni to'ppa-to'g'ri. Va qarashingiz mumkin, aslida bundoq olib qaralganda bilim manbaini ham anglatadi bu. Sherlarning talabalar, sherlarning tanasidagi odamlarning yuz o'qituvchilar, domlalar, professorlar deyishimiz mumkin va keyin bu kiyiklarni bilim, domlalar talabalarni bilimga yo'naltirishadi deb yozib qoldirgan. O'qituvchilar talabalarni bilimga yo'naltirishi deb yozib qoldirganlar. Ketidan quvlayotganida. To'ppa-to'g'ri. Va keyin ana chap tomonda bizlar bilan past tomonda qarashimiz mumkin, lenta bilan shundoq. Agrozonni joyini ko'ryapsan, past chap tomonda seri qabrtosh joylashgan. Kulrang qabrtosh. Bu yerda afsonalarga ishonadigan bo'lsak, u yerda buyuk qasob qabri joylashgan. Nimaga aynan buyuk qasob qabri? Negaga deganda u kishi bu madrasa qurilayotgan vaqtda 17 yil mobaynida har kuni kelib hamma ustalarni bepul go'sht bilan ta'min qilganlar deyilishadi. Shu sababdan ham Sherdor madrasasini qurib bo'lgandan keyin davlat bu kishidan bir necha marotabalar so'raganlarga biz biror narsa qilishimiz kerakmi va u kishi oxiri aytgan deyiladilarki, men qachonki o'lsam meni qabrimni shu maydon bir chetda ko'minglar deb. Shu sababdan ham bu kishini qabrlar Sherdor madrasasi shundoq to'g'risida joylashgan past tomonda. Qarashingiz mumkin. Marhamat, birinchi navbatda Sherdor madrasasi shundoq ichiga kirib ko'raylik. Keyin bu
tilla qo'ymadim sizga. Yozuv bo'lganmi? O'sha pallar bo'lgan, afsuski bizning vaqtgacha saqlanib qolmagan bo'lgani sababli shu sababdan ham bu yerga hech narsa hozir yozilmagan qo'ygan. Sochning manbalari bu yerda imina qanaqa yozib bo'lganligi haqida. Shu sababdan. Marhamat. Dalshi o'tsak ham bo'ladi. Qachonga bo'laychi? Shadow masasi keyin shuni tilangi. Ha, bu shu tashqi suvlar uchun kanalizatsiya desak ham bo'ladi. Hozirgi davrda Bu уже ha maydondagisi yangilari hisoblanadi. Shu savoldan ham marhamat bitta. O'rtoqlar Yusuf Yalantosh to'g'risida film chiqqan, YouTube'da bor, ko'rsanglar, juda bir yaxshi ishlabdi, men qoyil qoldim. Ko'ringlar, tavsiya qilaman. Ko'rmagan bo'lsanglar, ko'p narsa yo'qotasizlar. Hozir shu madrasalar haqida ham qisqacha tushuncha berilgan. Tarixiy. Juda yaxshi film bo'pti. Albatta. Nechta olinayotgan filmlarning ichida bitta tuzroq desa ham bo'ladi. 1 yilda olinayotgan filmlarning bittasi. Ehtiyot bo'lamiz napoyalarda. Hozirgi vaqtda mana bu chap tomonga qarashingiz mumkin. Restavratsiya ishlari olib borilyapti. Shunaqangi har yil kam-kam joylarga restavratsiya ishlari haligacha olib boriladi. Bemalol qarashingiz mumkin. Marhamat. hozir original anaqasi qolganmi mozaika? Yo'q, bu tomonlarda originallar. Biz kelganimizda bunaqa emas edi-ya. Biz kelganimizda. Oxirgi payt plachevniy holatda edi, xarob ahvolda edi. Nechinchi yil kelgandingiz? Asan u paytda nima o'ynab yurardik, loyiha. 30 yil bo'ldi. Ha, u paytlar to'g'ri. Biroz bu tomondan o'tsak bo'ling. Ani eshiklarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu narsalarni mana shu yerga tushitdi, o'yib ishlaydi o'rtoqlar. Suvenir kerak bo'lsa, esdalikka mana olaverasizlar kelib. Hammasi ruchnoy работа. Hayotda mana pichoqlar bor. Kim qassobchilikka qiziqsa bemalol Qarashingiz olishi mumkin. Bu yerda hamma hunarmandlar narsalari O'rtoqlar mana bemalol qarashingiz. Sherdor ichki hovlisiga kirdik. Ertachi xuddi vaqt to'xtab qolgandek. Marhamat. Hamma akalarimiz kelsinlar, bir boshdan boshlasak bo'ladi. Kelinglar yigitlar. Kecha qolamiz, kelinglar. Hali Yana qaysi bir Shohizindaga borguncha kech bo'ladi. Hozir Go'ramirga kirdik. Hay, bu tomondan asta-asta borapsizlar. Ha, endi bir qarab sekin hissiyot tarafga qarab bu yoqqa. Marhamat. Madrasasi Bibixonim masjidi, keyin Hazrat Qizil masjidi va birinchi prezident Islom Abdug'anich Karimov qabrlari joylashgan. Shohizinda maqbarasidan biz bemalol ziyorat etishlaringiz mumkin. Ha, oxirida Ulug'bek rastaxonasiga ham kirib o'tsangiz bo'ladi. Xo'sh, inshaalloh. Marhamat, hozirgi vaqtda biz sizlar bilan Sherdor madrasasini ichki hovlisida turibmiz. Marhamat, e'tibor qaratishingiz mumkin. Bu yer ham to'g'ri shunaqa vazifani bajargan, xuddi Ulug'bek madrasasidek. Bu yerda lekin masjid qurilmagan, nima sababdan? Nega endi tashqari tomonda sherlarni, hayvonlar rasmi tushirgan edi. Shu sababdan qurilmagan, bunday hayvonlar yo'q, lekin qurilmagan bu madrasa mumkin bo'lmagan. Va qarashingiz mumkin, hozirgi paytda bu yerdagi qonunli birinchi xatlar davlatimiz tomonidan bizning hunarmandlarga berilgan, e'tibor qaratishingiz mumkin. Va keyin ikkinchi xatlar yo'q. Ikkinchi xatlarga chiqish mumkin emas. Bu yer ham to'g'ri shunaqa vazifani bajargan, Ulug'bek madrasasidek o'qish joyi, markazi bo'lgan. Va keyin bu yerda agar e'tibor bergan bo'lsangiz agar akalar tashqari tomonda juda ham ko'p ishlov berilgan ranglardan biri yashil rangi bilan oranjiy ranglar juda ham hamnafas ishlov berilgan. Bilasizlar, yashil rangi bizning payg'ambar islom dini rangi hisoblanadi va bu bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan ranglardan biri hisoblangan. Shu sababdan ham bu yerda juda ham ilg'or ishlov berilgan yashil rangga. Yashil rangi plus kombinatsiya qilib, keyin o'sha oranjiy ranglar ham ishlov berilgan. Qarashingiz mumkin. Bu yerda 52 ta hujra mavjud umumiy jihatda. Ulug'bek madrasasidan 3 ta hujraga biroz kamroq bu madrasada. Bu yerda ham o'rtasi shuni qarashingiz mumkin. Tashqi suvlar uchun kanalizatsiya. 4 ta yozgi peshtoqlar, yozgi leksiyonlar deyishimiz mumkin va 4 tomonda ichkaridagi qishki auditoriyalar bu yerda yopiq. Kirish mumkin emas. Shu sababdan. Qarashingiz mumkin, bemalol rasm tushirishingiz mumkin. Ikkinchi xatlarga o'z-o'zi chiqish joylari 4 tomonda burchakda joylashgan. Mana bu eshikchani ko'ryapsiz? Juda sharflar ilingan. Ana o tomondan qarashingiz mumkin, yana bitta eshikcha bor-da, bunaqasiga turibdi, shu shartroqga. Lekin yaxshi e'tibor bersangiz, qulfini qo'yib chiqish mumkin emas. Shu sababdan. O'sha joylardan chiqiladi. Har 4 tomonda bor. Bu tomonda ham qarashingiz mumkin, bu tomonda ham. Hujralarni bitta 4 ga 6, 3 ga 6 shunaqa hujralar joylashgan. Kvadratturaga olsak ham 20 kvadratlar joyi maydon joylashgan.
bitta hujrada ikkita talaba o'sha paytlari yashaganlar to'ppa to'g'ri. Yana bir xil savollar mavjudmi? Bu Sherdor madrasasi ichki hovlisi e'tibor qaratishingiz mumkin. Ulug'bek madrasasidan birozgina kattaroq. Nima sababdan? Nega deganda bu yerda mashq qilmaydi. Shu sababdan 30 ga 38 metr maydonda joylashgan ichkari hovlisi. Bemalol qarashingiz mumkin. Bu yerda akkumulyator bor, hozir orqa tomondagi gumbazlar bilan minoralar saqlanib qolmagan bu yerda. Bemalol qarashingiz mumkin. Auditoriyali bo'lganmi dars o'tdi? Katta auditoriyalar mana bunisi yozga hisoblanadi. Bular yozga. Qish kerak. O'tirganmi, toliblar? Yo'q, domlalar, ilmiy toliblar o'rtada o'tirganlar va 30 ta qita talaba uchun bitta domla shunday leksiya o'qiganlar. Bu tomondan yana bitta, bu tomondan bitta, u tomondan bitta. Umumiy jihatda 4 ta asosiy katta domlalar leksiya o'qiganlar hamma talabalarga deyishimiz mumkin. Va keyin o'zlarining raspisiyaniyalariga qarab kundaliklarga. Endi bularning kiyinish odobi boshqachada. Bu issiq bizdan kilim, o'shaning uchun bir qavat kiyganda. Talabalarning vaqtlariga qarab yozga. Qishki avtolarni yo'lga olib o'tsak bo'ladi. Hozir tashqi tomonda u yer G'opirg'ilomni she'r esiliga tushib qolgan. Ulug'bek madrasasidagi ochiq u yerga chiqib bemalol aylanishingiz mumkin. Mumkin emas. Bu yerda yo'q, mumkin emas. Minoralik putur yetadi. Ko'p odam yursa. Keyingi nimaga borar ekanmiz? Tillakoriga o'rtoqlar. Sherdor madrasasi. Bular hammasi 15-asrda qurilgan bir ajoyib ansambllar. Kim edi u? Chiqishda birozgina ehtiyot bo'lamiz bu yerda. Aslida rasm yo'q, Mahmud. Bir sekund turman bu. Shundoq. O'zi qarab tur bo'ldi. Qara. Tur tez, tur yaqinroq tur. Ketdi bo'ldi. Biz vaqtgacha hali bizani yigitlar. Demak, o'rtadagi ansambl o'rtoqlar tillakori. Buni tarixi bor. Sabab tilla naqshda ko'p ishlangan. Endi buni keyinchalik ko'rishingiz mumkin. Tillakori madrasasi talon-taroj bo'lib qurib bo'lganlardan keyin 10 yildan so'ngra keyin qurilgan edi. 1640 Rossiyasini paytida aloqat ko'rgan edi. 14 yil mobaynida. Undan keyin yana tiklangan. Tomosha qilishimiz mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Kechki payt joydan proyektor qo'yiladi-da. 2 qavatli hujralar. Mana shu tillakori tomonga golografik rasm tushiriladi. Juda bir chiroyli bo'ladi. Agar mana bu yerda hadislar yozilgan. Bilasizlar, hadislar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning gaplari. O'sha paytlarda har bir safar talabalar hujraga kirayotgan paytlarga hadislarga ta'zim berishlar esdan chiqarilmasligi uchun shu savoldan eshiklarni kichkina qurilgan o'sha paytlarda. Va keyin ichkaridagi haroratni ham bu nogironlar uchun maxsus yo'lakcha qilingan aravachalarda chiqish. Turli yurt vakillari kelib etdi. Esdalikka suratga tushib ketishyapti. Tarixiy joylarda eslab yurishadi. To'xtab turing, rasmga Lekin bizani masalan Osiyoga mansub bo'lmagan boshqa xalqlarning vakillik kelsa bu yerga Yevropa masalan, bu yerda ko'rib haqiqatan yoqasini ushlab hayratda qoladi. To'g'rida masjid bor, o'rtoqlar, ibodat qilsanglar bo'ladi. boshqacha bu qurilish. Bir daqiqa qilamiz. Ilgari hamma nimalarda hovuz bo'lgan. Bu yerda ham hovuz bo'lgan bo'lishi kerak edi. Hurmatli mehmonlar, marhamat, hozirgi vaqtda biz sizlar bilan Tillakori madrasasining ichki hovlisida turibmiz, qarashingiz mumkin. Marhamat. Bu yerda eng ko'zga shuni tashlanadigan joyi, yaqqol taqqoslaydigan joyi, bu yerda e'tibor qaratishingiz mumkin. Bir qavatli ko'ryapsizlar, ikkinchi qavat afsuski qurilmagan qolgan. Bu madrasa qurilayotgan davrda 1656-yildan To'san va Yangish Bahodir
to'satdan vafot etganlari sababli shu sababdan mana bu ikkinchi xallar qurilmay qo'llab ketgan edi. Shu sababdan va mana bu ko'k gumbazni ham ko'k gumbaz qurilmagan qolib ichkarisi ochiq qolgan edi. Ular u kishi qizlari tomonidan bu ko'k gumbazni pastini tekis qilib yopib qoldirilgan edi. Ko'k gumbazni o'zi mustaqilligimizdan oldin qurilgan edi, hurmatli mehmonlar. Qarashingiz mumkin. Bu yerda marhamat qarashingiz mumkin. Hozirgi vaqtda gilamlar to'shalgan. Shu sababdan ham oyoq kiyimlarni yechib ichkariga kiramiz. Marhamat, Tilla masjidini ko'rish uchun. Marhamat, hurmatli mehmonlar. Kim tillaga kasali bo'lsa kirmasin. Vasvas bo'lib qoladi. Tillagami? Ya, u ko'rib vasvas bo'lib qolasanlar. Ko'chirib yurmalaring, kamera qo'yilgan. Ehtiyot. Oyoq kiyimlarni polkalarga qo'yish esdan chiqmasin. Faraz qilsa, maniki deb o'ylab birpas faraz qilishim mumkin. O'rtoqlar betmas. Bitta maniki biroz mumkin emas, hammamizning desak bo'ladi-da. Ha, da. Marhamat, oyoq kiyimlarni yechib ichkariga kiramiz, hurmatli mehmonlar. Ichiga kiringlar, zo'r ichi, juda chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa namoz o'qib olish kerak. Ana o'rtoqlar buni chiroyliligini qaranglar. Yo'q, tirik. Ammo yo'q. Kimlarga chiqmaymiz? Ularga chiqmaydi. Tillani suvi turgan. Marhamat, yaqinroq kelamiz. Marhamat desinlar, albatta. Bu qiladigan minbar. Minbarga chiqish mumkin emas. Nima dedilar? Marhamat, hurmatli mehmonlar, hozirgi paytda biz sizlar bilan Tillaqori madrasasining ichki masjidida turibmiz. Marhamat, e'tibor qaratishingiz mumkin. Bu tomon o'sha davrlarda polni masjid vazifasini bajargan, hozirgi vaqtda kelib bu tomon galereya vazifasini bajaradi, bu tomon muzey vazifasini bajaradi. Endi marhamat, bu tepa qismga e'tibor qaratishingiz mumkin, hurmatli mehmonlar. Tepa qismga polni tillani suvi yurg'izilgan. Bizni vaqtgacha qanaqa ahvolda ham kelib qolganini ko'rishingiz mumkin. Ana bu tomonda qora kvadrat qo'yilib ketgan. O'z original holatini eslatish uchun birinchisi, hamma tomonda ikkinchisi mavjud. Svetni shundoq tepasi 3-inchisi, mehrobga yaqinroq tomon 4-inchisi va minbarning oldida 5-inchisi joylashgan. Marhamat, shunaqa ahvollarga bizni vaqtgacha kelib qolgan. Bu yerda restavratsiya paytida 3 kiloyu 400 gram tilla ketgan. Va sizlar keyin mendan so'rashingiz mumkin, mana bu pastki qatorlar qora bo'lgan joylarim bu yer ham tillani eritib besab berganmi? Tillan suv yurg'izilgan paytda bu yerda 3-9 tilla ishlatiladi. Eng yuqori probasi. Yo'q, bu yerda afsuski yerdan 3 metrgacha shu qo'l tegadigan joylar obishni kraska bilan bezatilgan va tepa qismida tillani suvi yurg'izilgan. Asosiy tilla qarashimiz mumkin, bu tomon mehrob tomonga ketgan. Samarqandimizda tarixiy obidalarimizda e'tibor qaratishingiz mumkin, bu tomonda eng katta minbar 11 napoyali minbar joylashgan. Va endi marhamat tepa qismga e'tibor qaratinglar, patolog tomonga. Patologni biz sizlar bilan hozirgi vaqtda xuddi gumbaz formasida ko'ryapmiz. Aslida yaxshi e'tibor berganda bu plosk, tekis. Xuddi lagan formasiga o'xshaydi. Mana bu ko'k tomonni qarashingiz mumkin, lagan formasiga. Zigzagdan keyin mana biroz chiqib turgan joylar, mukarnas joylar o'sha biroz shu sababdan biroz xuddi gumbaz formasiga o'xshatib turadi. Mana keyin shu ornamentga ham e'tibor qaratishingiz mumkin. Shu uzorni ham hayot qurugi deyiladi. Hayot qurugi sansar qurugi deyiladi. Nima sababdan? Nega deyiladi? O'zidan gulcha gullashni boshlaydi. Odam uzot tug'iladi, uni o'sadi, kattaverishadi. Keyin tupikdan keyin dashi gullaydi. Bilasizlar, hech kim bu dunyoda mangum emas. Odamdan keyin uning farzandlari, nabiralari, evaralar, chevaralar. Shuni ma'nosini bildiradi. Marhamat, qarashingiz mumkin. Xohlasangiz agar hammangiz hurmatli mehmonlar o'rtaga o'tinglar, men bitta rasm tushlaman, Xudo xohlasa, inshaalloh. Qani keling, turinglar biladi. Murodni oldiga turinglar hammanglar. Berganmiz, beramiz. Mahmud, ko'chadiga o'zi olib qo'yaman dot. Hamma bering. Ha. Telefoningizni berasiz. Rasmga tushamiz, yigitlar. Kamol, rasmga tushamiz, Dilmurod. Nizom. Hammachilar oldi. Rasmga tushamiz. Bo'ldi, gap. Rasmga tushamiz. Esdalik rasmga tushamiz. 1 2 3 hurmat. Panorama. Chiqqandan keyin ko'rasiz, chotki.
Zo'r. Hurmatli mehmonlar, marhamat bu boshdan qarashingiz mumkin. Ajoyib. Qanaqa holat kerak qilib boshqalarga bitta ko'rsataylik. Gap bo'lsin. Marhamat. Qanaqa qilsa bo'ladimi buni bu yerda? Albatta. Shu funksiyasi bor-ku. Bilamiz o'rta Abdurahmon. Bitta so'rab oling buni. Gap yo'q lekin. Panoramaga kirasan. Mana bu shundoq qilsangiz, tepaga qarab tortsangiz o'zi tortiladi. O'zi yaqinda oldi-da, bir kun bo'ldi. Samarqandga boraman deb olgan, hali bilmaydi. Mayli. Yaxshi kunlarda ishlatgan ekan. Nimalar ham bor boshqa? Albatta, hamma telefonlarda mavjud. Hozir yana bitta ikkita rasmni tushuninglar. Xohlasangiz keyin oxirida tashqariga chiqib загрузить qilasiz. 1-2-3 yoz bo'ladi. Burada. Sizniki hali ochilmagan ekan-da bu funksiyasi. Chimildan ko'ma o'tib ketadigan ekan. Marhamat, qarashingiz mumkin. Sizniki mana agar bunaqa joyga shundoq olib, bitta bosasiz, tortasiz va kerakli joyda shundoq stop qilsangiz agar o'zi bosiladi. Tugatadi. Mana sizga turadi? Ha, bu strelka turadi. Okey, bemalol. Ekinlik kelishib, marhamat. Faqat bitta narsa o'tirgan bo'lganda, hurmatli salom berishim kerak bo'lgan. Kirish tomonda ehtiyot bo'lamiz. Eshiklar bu yerda kichkinaroq. Albatta, marhamat kiramiz. Bismillah. Ya Alloh. Setani ustozda o'tirgan bo'lgan, kirayotganda engashib kirasan, salom berib kirasan-da. Mingali shoh bo'lsang ham, amir bo'lsang ham. Hurmatli mehmonlar, e'tibor qaratishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda bu quyida qarashingiz mumkin. Afsuski ikkinchi qavatda saqlanib qolmagan. Restavratsiya vaqtida ikkinchi qavat bilan o'ng tomondagi zinapoya olinib tashlgan edi. Nima sababdan? Nega deganda bu ikkalasi o'sha vaqtda taxtda bo'lgan. Taxtda bizni vaqtda ko'pincha joyi chirib ketgan, shu sababdan saqlanib qolmagan bo'lgan. Ko'pincha hujralarniki. Va poli ham примерно biroz pastroq bo'lgan, kirish bilan bir xil. Va keyin mana bu narsalar orqasida kamin bo'lgan pechka, o'zlarining ovqatlarini tayyorlashlari uchun va o'rtada kichkinagina stolchani tagida ham o'sha vaqtlarda sandalye pechkasidan. Nega deganda odam o'zini isitishi uchun oyoqlarini isitib o'tirganlar. Birinchi qavatda talabalar o'tirib kelib ovqatlarini darsini qilganlar, ikkinchi qavatda kechqurunlari chiqib yotganlar. Kech paytda. Qarashingiz mumkin, bu hujralar o'sha davrlarda shunaqa vazifalarni bajarib o'tgan. Hurmatli akalar, qarashingiz mumkin. Agar biron xil savollar tug'ilgan bo'lsa, agar Registon maydonimiz haqida murojaat etishingiz mumkin. Biron xil savollar yo'qmi? Bo'ldimi? Baraka topsin mana shu yigitimiz. Ismingiz kim edi? Azimjon. Azimjon. Kelib qolsanglar, restoran topasizlar bu yigitni. Bemalol murojaat qilinglar, juda chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Baraka topsinlar, Alloh rozi bo'lsin. Qancha bilmagan narsalarimizni bildik. Ana, nima sayrayapti? Anta bedanami? Shara-bara qanday ekan adamasi bo'lardi. Solib. Ha, bedanami dedimmi? Bitta berlari sayrayapti, ana o'zida bor edi. Buli go'yo. Bu joydagi ko'pchilik bo'lib kelib aylanganni o'zini zavqi bor. Lekin tasavvur qilinglar, Gashti bor. gashti bor, to'pa zo'r. Lekin tasavvur qilinglar, bir o'zinglar keldinglar. Bitta aylanib yurib turibdi. Vaqtinglar bemalol. Juda bir maza qilasizlar. O'zingni mashina bitta arxiv kuchli bo'ldimi? Keyin yana bir boshqa joyga borsa, rasmga tushamiz. Bitta Malades, tushuntirib berdi, malades. maza qildik, aylandik, ko'rishdik. Kechasi shou bo'ladi. Shouga bir kelib maza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Akam, kech payt 3D shou nechida bor? 9 rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat.